Xullas shunaqa gaplar uka. Birinchi o'rinda biz ishda muomala turadi uka, muomala. Shunday odam kelganda kulib, tabassum bilan chiroyli kutib olishing kerak. Tabassum kulgi bu iliqlik ramzi. Aka keling, nima xizmat? Kibr umuman yoqma kibr. Kibr nima qilasan yoqib. Kibr umuman bo'lmagur narsa. Keyin ishni sifati ikkinchi o'rinda turadi. Muomala bir, ikkinchi o'rinda ish sifati. Kimga qanaqa? Endi men uchun shunaqa. Ishni qilayotganingda ham shunaqa mehr bilan qilishing kerak. Uni pul uchun emas, imini yaxshi ko'rib, kayfiga qilishing kerak. Pul o'zi beradi odamlar sana o'zi. Pulingni. Sen ish kayfiga qil. Qilib bo'lgandan keyin ishing sifatini birinchi bo'lib o'zingga topshir. Meni mashinam tasavvur qilaylik. Men shu narsaga, shu sifatga rozimanmi? Bo'ldi. Rozi bo'lsang, demak yaxshi chiqdi ishing. Demak seni ko'zingga nimadirlar ko'rinsa, klient ko'ziga ko'rinmasa ham, shu narsani sen ko'rib turibsanmi? Yo'q, uni oxirigacha bitir. Bo'lmasa ham qilish kerak emas. Bu qonun qoida deb bilaman. Mana shu narsalarga qattiq amal qilishing kerak. Sizlar endi chiqayotgan kelajakka bor ustasizlar. Mana shu narsalarga amal qilsanglar, Xudo xolisa hayotda yaxshi bo'ladi.